Benim ismim Adam. Yetner padişahlığının şahzadesi. O yerdə sırlıq Qaliskar tələsi var. Bu yolvas benim en yaxşı dostum. Məndə sırlıq güc-qüvvət var. Lazım bolğanda şəmşirimni çıxırıb qatlıqda olayım mən. Bana güc-qüvvət atatım var! Bu çağda yolvas, əriş yollusu qaylanır. Mən Xiymenge, alemdeki en kudretlik Adem'e aylınım. Benim özgür sırımni dostum Şatutberi soğusuruz. Yasavul, Denkin ve Orko 3 kişili bilin. Biz birlikte rezillik mənbiyi İlantağ kalesini gələn alvaslar bilen köreş kılımız. Adam, afaldan qarğanda qadimi şəhərni məngü tapamlığı dəkmədi. Məngü degan so'zni qilmay turg'in Oko. Demizim onu demiş qiyin o'xshaydi. Aldırab bunda hüküm çıkarma Oko, ha? Biz mangayli, so'sirsni ko'rsatmasi bo'yicha bir-birimizga yaqinlansak bo'ladi. Oko, yasavul, qaranlıq, kep qaldıq. Mana bu qadimi şəhər emas bu. Acayip bir gayri bırak o. Bu yaxşılıqdan emas Xiyman. Qadimki kişilerin rastlığı acayip karameti varken Oko. Biz mana dal shularni tepib, onundan faydalı baxtiyorimiz emas bu. Ehtiyot qilinglar, odam. So'siriz oxirgi davrlardagi hukmronning arvoyimi o'sha atrofda bodak qiladi deydi. Bularni so'zlab nima qilsam? Alvasti padişah Dimos bilan onun jodigar xonishi Treyla qadimiy shahrining oxirgi hukmroni ekan. Bu kuş ben qo'rqinchli ekan. Habbala, mening qushim ularning izig'i tushibdi. Dimosning sehrgarligiga pat ardi erishgudakman. Bosman bilan ayvilim qani? Lazım bo'lganda naq yo'qolgandi bu kasofatlar. İskilitshah, Sen nima odam? ismim Ala. Mening ismim Mona, hurmatli Iskilitshah. Xizmatkorlardan nomlarini anglab, xizmatlarda bo'g'ili keldik. Farmonlarga tayyormiz, eg'izlardan chiqqanlarni bija keltiramiz. Rasma? Qani, bir sinab baqay. Zirak chechanna qilsizlar. Yana qanday kiramitlar bor? Mening sehrim haddi hisobsiz. Bizdan g'am qilmaslar Iskilitshah. Men yoshlarning mushunday jasoratini yoqtirman. Qanamisi, mening oyog'imga bosh qo'yinglar. Bizning erishmoqchi bo'lganimiz faqat mushuma. Shundoq, faqat Iskilitshahning deganini qilsaqlar, huquq va shon shuhratga muyassar bo'la olamiz. Yaxshi, men sizlarga qadimiy qo'rg'onga berib, Dimosning sehr niqobini akilish vazifasini topshiraman. Biroq
qadimiy qo'rg'on allaburun g'oyib bo'lgan bo'lsa, qandoqmi mumkin bo'lsin? Ha? Shahzoda odam, elida uni bizga tepadi emasmi? Adam, biz izlayotgan mahbiyatlik shu xarablik tamıdı. Meni qutqizing, meni chiqarib. Hey yasavol, o koşunun içinde kep kalsın çok, qandaq deyse. To'g'ri, lekin u bizning tomoq etishimizga yordamlasa, uningdan chiqarib olaylik. Bo'ldi, meni qo'shilma. Hey Oko, suni menga akvatgina. Bo'lamdi, ha? Rajabda shu degimidi. Hey Oko, qara seni. Sen odatdagi odamlarchiligim bo'lanmamsan. Xotirjam bo'l Yasavol. Oko, bu senin uyruğun. Yo'q, buni ko'rdingmi? U nima? Qanaqa odamlaysiz? Men ko'rgan eng qo'rqinchli narsa sening sehring. Oko Jazman qadimiy davrning ma'lum bir xil sehriy kuchini ishga soldi. Qani sinab boqaylik. Mirglayt, suv peshtiga arshiga chiqqan. Abla, boya men xato so'zlab qo'yibdimi? Qizaloq meni quvlatadi. Adam xato so'zlamadi, shundaqmi Oko? Omitim boqinjimi? Adam shahzodi bu yerda. O izlayotgan uyning oyog'ining ostida ekanligini zodi bilmaydi. Mana eshik, ko'tiralamsa alam. Agar mush ishq orqali huquqqa erisha olsakla boshqa ishlar yurishib ketadi. Yo'ruqliq elchilari. Sirtga chiqib qarab boqaylik. Meni bir xil g'alati hissiyat egallab oldi. Bu yerda boshqa odam bada qiladi. Qaranglar. Pastda odam bor ekan. Bu sirliq mehmonlar zodi bizning do'stimizmi yoki dushmanimizmi? Berib qarab boqaylik. Bu gapni qayta degich bo'lma. Qadimgi kishilar bizni chaqirayotgandek tuyulayotdi. Sehrlik niqob. Ular tirikkan. Birashapa oldinglarmi? Nimish bo'ldi birodarlar? O'sha niqobni kiyib olsaqlar, sehrgarlik bizga mansub bo'ladi. To'xtanglar! O'zinglarni tutib olinglar. Bu niqobni kiyishga bo'lmaydi. Alam. Buni kiyimsak bo'larmikin? Iskili shah uchun bo'lsin bu xil sehrni bilishimiz kerak. Ular o'zgardi. Rostilla so'sirisining o'ylig'indek bo'ldi. Arvolar tarafidan iskanjaga ilingan bu bechora maxluqlar dal Dimos bilan uning jodugar xonishi ekan. Shundoq, biz qaytib keldik. Endi hech kim bizni to'sib ololmaydi. Oko! Yasavol! Nishtat qilaman! Endi xiymanga o'zgardigan vaqt kelib qoldi. Olqishqoy ota qildi! Hey! Ben Xiyman! Abla, bizni sinaydigan yana bir düşmanimiz keldi. Qachon bo'lmasin sehr kuchim uni nobud qiladi. Qani ko'rishib boqamiz. Hoy! Bu hunaring asqatmidi. Endi berib qadimiy shamsharni akilayli. Bunda qilishinglarni o'ylamabdiq. Sizlar toza aldandinglar. To'g'ri aytding, birodar. Bizda boshqa chora yo'q. Chiqib ketishga majburmiz. Xayr, xo'sh. Men ularla erishmam. Oko, unda qilishning hojati yo'q.
to'xtanglar, sizlarga buyruq beryapman. Xiyma, ular keçip ketdi. Aldırmanglar. İştehi aldыңlar. Anlapdı. Ben Dimos. Alona qavını qoğduğucunun tizdik uyg'unishig'a buyruq beryapman. Bu gap meni amdishga selyapti. Yo'q, bundan betteri tek oldimizda. Oko, sen tezroq uçup ket. Tez bol. Anladingmi? Yo'q, men ketamayman. Qattiq bo'ron sehrimni o'chirib ketadi. Oko! Rahmat Xima. Oy, sana yardım berishni har qanday vaqt xushalliq deb bilma. Mushkulingni oson qilma. Oko, chapsan, og'amchini tepib bizga bir tal bagi. Tezroq boray. Bu misliq yovoyi bilan Ximani chatoq qiladi. Xiyma, men tutilib qoldim. Qani elishib boqayli. Do'stlar, men keldim. Dal vaqtida kelding, Oko. Bizning yana bir cho'ng ishimiz bor. Yasavol, chapsan chiq, tez bol. Kechirgin. Endi biz sana hamroh bo'lolmaymiz. Uxlaydigan vaqtingmi bo'lib qoldi-ku deyman. So'siz bizga Demus bilan Terlanning nardigini dabbasi yaxshi bo'ladi. Yana o ikkisining nima uchun tirilib qolganligini so'raylik. Qaranglar, Kaliskar qolasi. Dimos bilan Terila qadimiy shamsharni topqili ketdi. Ularni to'sanglar. Shamshar to'g'risidagi voqeani rivoyatmikin deb tikanman. Dimos bilan Terilaning o'zimi bir rivoyat. Ularning siri bugun ochildi. Necha yuz yil ilgari qadimiy shamshar Ilan teg'idagi ajoyib bir cho'ng oq kvarts toshni ostiga uyushtirib qo'yilgan. Sizlar o yerdan Dimos bilan Terilani topa olasizlar. Iskilchon hech uning qurg'inda turayotganligimizdan ichib pishayotganda. Oko, sen kelib Kaliskar qalasini saqlashga yordam qil. To'g'ri aytding. Maqom. Iskilcha shamsharning nadiligini zodi bilmaydi. Sening shamshiringdan qolsa, heliqi qadimiy shamshar Etnir podshohligining zo'r quroli saqlandi. Uni Dimos bilan Terilaga hargiz tatqizib qo'yma. Mana e'lon teg'iga kelib qoldik. Qadimiy shamshar bizga murojaat qilyapti. Biz tezlikda uni tepishimiz kerak. Hey! Iskilish shohning ziminiga usib kirishga qanday petinishdim? Iskilish shoh? Bu kim? Ajab tunishtaklik qiladi-ku. Onun kim bo'lishi bilan karimiz yo'q, xonish. Iskilish shoh. Endi sening menga ta'zim qiladigan vaqting keldi. Darhol ta'zim qil. Men hech kimga ta'zim qilmayman. Rost shundaqmi? Ko'ramiz. Sen oxiri bosh egishga rozi bo'lsan-da, ha? Meni hech kim bo'ysundira olmaydi. Shundaqmi? Ey! Chapsan ketib olayli. O erkilik chiqsa bola teriydi. Uni mushayat qoldirsaqmikin deyman. Bu yoq bilan mangayli. Meni qo'yib o'tish!
Yani iş yoktu. Bak ketgene. Heyman! Qandaq, qəpəz işi rahat mikan, skilitça. Meni çıqırıvat! Pərzimçi sən bay bu yerdə yoxdun-mu? Ulan nə getdi? İntayın kuşalman. Sizler tötünla, bunun rəqibi. Əvvəl meni koyuydunla. Maqul, ulan nə getdi? Ulan ştamdan ötüp kaçıp gitti. Hani, vədanı bica keltəməmsən? Gerçi halımısan mı? Lekin vədəmdə yanmayım mən. Sen utamdan ödemezsen, utamdan kalelik 40 İngiliz çekiyordu. Rasma? Hay! Ha? Seni de bozumu qaytib kelime. Ah, neçə yüz yıl sərib qılıb, axırı qədimi şəmşərgi erişidiğən bolduq. Dimos, avışık qara. Buyruğumla anla, sehirlik işkici zor. Qarğandı ülgirəli etkənmiz. Demos ulan Heyman zalqan narsa, xasiyetlik sekret güçke ega bo'lishi mumkin. Fursatni ching tutib, avval men qo'l solay. Bu arsh darvozasi meni ko'ziga yerim kelib bora oladi. Hey, ana şəmşər. Kolunu tat, körüşkü buludu, tutukub olmaydı. Biz avval ulağı taqabıl turaylı. Doğru, şunda qısa xatırcam bolumuz. Sen mi kaçıp kutulanmaysan, heyme! Abla, bu qəliti məxluq çataqyan bu. Hem de şəmşərgi qol salar. Keçirgen birader, onun ağzını ağırtıp koydum, o deyme. Şundaq ma, ondaq tükörgülüğümü köstüme. Hatırcan bol yasa ol, benim amalım mı? Dimos, şemşer neyli vakın? Qiyma, senin şəmşirim. Ülgüremeyme. Bah, ben kadimi şemşerini kolgu düşürdüğüm boldu. Hoy! Tenkile! Haha. Şemşer, bu şey dedi. Hoy, yok, eke! Ben kadimi şemşer, ben ahır əslimge keldim. Əmdi hörlükə erişib cəngi atlanıma. Heyman, şemşirin benim kolumda. Endi bu şemşerimi kolga düşürmen. Ha? İki şemşerini birleştirip Heyman'ın etler padişahlığını qoğuşuğu yardım be. Yok yok. Nemiş bop getdi? Sehirlik niqabının sehri yo'qapti o alan. Ben öz əslimge geldim. Biz tapmaqçı bo'lgan sehrgarlik bizni bo'ysundurdi, ruhimizni iskanchiga oldi. Eskilerge hizmet kılıdığanlarının qandaq künge qalıdığanlığını hemmeyle ködi. Sizler şundan qımaqça məsmiydinlar? Herkes undaq emas. Doğru aytdın. Bizden səvəllik ötdi. Eskiler üçün hizmet qılğanlığı yaxşılıq yoxken. Sen cacanlarını yeyişti. Cacağını sen yeyse eskilitçak, köygülüğünü körüse. Türmünü mü yırtsa? Kaldıra koşulma Heyman. Aman bir günü şundaq külləgimi qalırsa. Heyman, biz qandaq qılsaq günahimizni yuja alaymiz. Sizler qiyin ötkenlerden ütüp günahınlarını tunudunlar. Günahını tunuş üçün cesaret gerekti. Bundan ki herkes eskiler üçün hizmet qilmaymiz.
Biz mağadagan yol yirak. Tez mağaylı. Ha, Xeyman, biz nağaç gitemsiz? Bunun da gep yok. Sizler Etler padişahlığının resmi puhraları bolusuzlar. Kızık, hemmiş oğlu tattı. Dünyada hatalaşmaydigan adam yok. Ona bilen alen severlik ötketken bolsunmu, ula özlerinin hatalığını tanıdı. Yalgan eytip, onu yoşurmadı. Xuddi Xeyman aytgandek, xatolikni, severlikni tonish uchun jasorat, iroda kerak. Faqat jur'at qilsanglar, gunohingni juya olasan. Oo, nanda posanla. Oku. Kızsa bu da.